Mana do'stlar, bugungi video obzorimiz To'ladan. To'lada 10 sotixli xonadonimiz bor. Remontlari chala qilingan. No, ko'chaning ustida, yo'lning ustida. Bu yoq Velizmga qarab ketadi, bu yoq Denovga qarab ketadi. Denovga qarab ketadi mana. Bu yerda noyxona bor, mana restoran bor, kiradigan joyda. Bu yoqda ham mana restoran bor. Mana shu ko'chadan kirib borasizlar. O ko'p turgan joyda yo'l ustida 10 sotixli xonadonimiz bor. Hozir borib ko'ramiz. Mahallada gaz bor, mana gaz. Gaz kelgan, svet, suv, mana gazni ko'ryapsizlar, mana qo'shlar tortib ketgan. Bu yoq tarafda ham bor. Bu yoqqa Lenlizmga qarab ketadi. Dalsh chiqsalaring Oltinsoyga chiqib, o'sha yog'i Sangardak, ana nima Xo'jayipak shu yoqqa qarab ketaverasizlar. Mana shu yerda kirganda yo'l ustida, o'sha akalar turgan joyda. Mana shu uyimiz mana oqta qilib qo'yibdi. Kirishasi yopilgan, loyig'ichdan ko'tarilgan, fundamenti 4 qavat qilingan. 10 sotiq joy, огорodi. Avvalo bu yerda hech kim yashamasa kerak-da, ko'rasizlar. Hozir borib ko'ramiz. Mana bu uyimiz baland qilib qurilgan. Endi olgan odam kam kutugini qilib oladi. Ana romlarni qo'yish kerak bu tarafga 8 ta xona ekan. Xo'p, mana uyimiz pastdan garaj ham qilingan, mana magazin qilsalangan bo'ladi. Podvali baland. Mana kirgan joyda mana ko'ryapsizlar, tepalarni patologlari qilingan. Mana uyimiz ko'rinishi. Xo'p, mana endi yopiq, chang bo'yatdi, kirmadim o'shaning uchun mana ko'ryapsizlar 40 sm dan tashalgan mana fundament andashmasam, 4 qavat qilingan, baland qilib, moshina qilib. Mana bu yoq огорodi. Ya bu 15 sotiq bo'lgan ekan, nariyog'ini sotib o'rgan ekan 5 sotiqini. 10 sotiqi qolgan. Mana bu yoq tarafda ham mana bir xonali uyi bor, pastida ham podvali bor. Endi olgan odam mana ularni olib tashlab yangidan cho'tka qilib sharoit qilib olasizlar. Qaytadan remont qilib, shkaturkalarni qildirib, ya'ni qilsa bo'ladi bemalol. Mana uylarning ichini ham shunday ko'raylik mana. Qo'llarni qilingan, faqat shkaturkasiz. Darvozani qo'yasiz, darvozaxonaga mana katta joy. Chiqqan joylar mana asfalt. 50 metr yursalang M41 ga chiqasizlar. O'la M41 da ishlayapti mana ular. Mana beton tashib ketyapti ular. M41 da tushib ko'chaning ustida. Mana огородimiz. Огород ham kengash. Ariqda suv oyog'im ostida og'ib yotibdi. Umuman bu to'xtamaydi ekan ariqdagi suv. Hech kim yashamaydi, shunday turibdi.